Qo'y mashinkani ishlashini ko'rib turibsizlar. Soatda ishlab berayotgan qo'y mashinkamiz narxini bor, atiga $45 dan qilib beryapmiz. Tugab qolgandi, yangi partiya keldi. Bemalol zakaz beraverasizlar. Xullas, komplektdan bor, nimalar chiqadi deganlar uchun bitta ключ chiqyapti, запасной ko'miri chiqyapti. Mana bu razmeri ham chiqadi, sartaroshlarda mashinkasida bo'ladigan razmeri ham bor bunda. Xo'p, tozalik cho'tkasi, moy bachokchasi va daftarchasi chiqyapti. Xullas boru, mana bu yerda o'chirib yoqadigan, mana bu yerda o'chirib yoqadigan kulchatiri, mana bu yerda оборот legrovkasi. Xullas, mana bu narsasi bo'lsa, tishini legrovka qilib beradi, tishini bosib ko'tarib ishlatadigan. Xullas, legrovkasi mana. Xullas, qo'y mashinkamiz ko'rib turibsizlar, juda ham zo'r, tekkiz ishlab beryapti. Narxi bori atiga $45 ga, menimcha 2 martadan arziydigan qo'y mashinkamiz. Kamiga garantiyasi ham bor. Endi menga bor 200-300 ta qo'yim bor. Sifati zo'ridan, narxi arzondan bergan deganlar akalarga mana Sokol rossiyskiy brend sifati zo'ridan kelgan. Tugab qolgandi, bu variantimiz ham tugab qolgandi. Yangi partiyamiz keldi, ko'rib turibsizlar. O'zi ham qo'lga o'rnashadigan avalniy variantda ishlangan. Xo'p, xullas bu mashinkamizni Ubay 1200 ga juda ham o'xshab ketar ekan, avalniy qilib ishlangan. O'chirib yoqadigan kulchatiri va оборот legrovkasi, 6 bosqichli оборот legrovkasi. Mana bu tishlari ham bor, originalidan qo'yilgan ekan, sifati zo'ridan. Kamiga original zapas tishi ham chiqadi mana. Ikkita tishi bo'ladi. Buni ham xuddi shunday tishini legrovka qiladigan joyi bor mana. Komplektni bitta tanishtirib o'taman. O'zim daftarchasi chiqyapti, zapas ko'miri, cho'tkasi, moy bachogi, zapas tishi va kuluchi chiqyapti. Xullas, narxini bor $65 qilib beramiz. Kuniga 40 ta 50 talab qo'ydi shuni bemalol olib tashaverasizlar. Xullas, tirikchilikka leviga chiqadigan akalar ham mana shu qo'y mashinkadan ishlatyapti. Endi mana bu yerda bo'sh variantimiz keldi. Bu yangilik variant ko'rib turibsizlar. Buni ham komplektdan zapas tishi chiqyapti. Kuluchi, moy bachogi, cho'tkasi, daftarchasi chiqadi va zapasning ko'miri ham bor ekan. Xullas, buni ham dizayni Ubay 1200 bilan bir xil ishlangan ekan. O'chirib yoqadigan kulchatiri va оборот legrovkasi 6 bosqichli. Keyin bitta narsani eslatib o'taman, оборотini 5-6 da ishlataverasizlar. Libboy qo'y mashinka olgan bo'lsanglar ham 5-6 da ishlataverasizlar. Shunda o'zini o'zi maza qilib sovutib ishlatadi. Legrovkalari bir xil, ishlashlari ham mashina ekan qo'y mashinkalarimiz. Keyin bor, garantiyalari ham bor. Tufta qo'y mashinkalar emas, shuni eslatib o'taman. Garantiyali qo'y mashinkalarimiz narxi bor, $75 atrofida sotilish kerak bo'lgan o'zi. Zapasnoy tig'lari bilan $65 dan aksiya bahosi $65. Xullas bor, ishlashlari moshni. Buni ham bitta ovozini eshitkizib qo'yaman. Ko'rsizlar. Оборотini ko'rib turibsizlar, ancha-muncha tez обороты. Qo'y mashinka обороты tez, shuning uchun ham qo'ydi junni yengil sabotni olib beradi. Mana ko'rib turibsizlar, endi bitta ikkita yog'lanadigan joyi bor. Xo'p, mana shu joyiga tishini ustiga universal avtodan 5-10 tomchidan har 2 minut 3 minut tomizib turiblar ishlatayotgan mahalda. Keyin qo'ydi junnini bir tarafini olib bo'lgandan keyin mana bu joy yog' bo'lib ketadi, tishi kirdi, qo'ydi kiri o'rnab ketadi. Da kasaga salarka qilib olib turib, mana shu yergacha ishlab turgan mahalda tiqib tashaverasizlar, shunda o'zini o'zi tozalaydi. Kamiga mana bu narsalar bilan tozalab tashlanadi shunday qilib. Xo'p, keyin mana bu joyda ham yog'lanadigan joy bor, litol. Xuddi mana shu joyga litol tiqiladi. Xo'p, bu tomoniga ham litol tiqiladi. Litollab ishlatsa, yog'lab. Qo'y mashinka bemalol bir 5-10 yil xizmat qilib beradigan qo'y mashinkalardan. Xullas, komplektlarni ko'rib turibsizlar. Zapas tig'lari ham chiqyapti. Narxlarni bitta eslatib o'taman. Sokol bilan bo'shda $65 dan qilib beramiz. Va maketani bo'lsa $45 dan qilib beramiz. Video yoqqan bo'lsa, bitta like bosib, kanalga podpiska bosib, pastki nomerga aloqa chiqarasizlar. Chiroq dastak beramiz. Dastaklarimiz kelishilgan holda. Kim bu videoni bor, qo'y qo'zisi bor do'stlarga jo'natib qo'yamiz.